Assalomu alaykum, qadrli, hurmatli uyda o'tiradigan ayollar desam, yo'q, bu hamma ayollar uchun, ayniqsa uyda o'tiradigan ayollar uchun. Ko'pchilik ayollar Anvar aka uyda o'tirib qanaqa pul topsa bo'ladi, ideya bering, biznes ideya bering deb rosa ko'p necha oydan beri yozib yurishgani uchun bugun sizlarga uyda o'tirib $1000 topishni yo'llarini o'rgatadigan video qildim. Ko'ryapsizlar, kundan kunga zamonaviylashib ketyapti odamlar. Oldinlari telefon ishlatmasa ham insonlar hayoti o'tardi, lekin endi telefon ishlatmasdan ko'p pul topish kundan kunga qiyinlashib ketyapti. Agar sizlar telefon orqali pul topishni, biznes yo'llarini o'rganib olsanglar, uyda o'tirib ham kuniga 3-4 soat, 5 soat ishlab ham mazaq pul topsanglar bo'ladi. Bugun sizlarga zo'r 5 ta ideya beraman. Shundan ba'zi birlari oyiga nafaqat 2-3 mingni bemalol topsa bo'ladigan biznes ideyalar. Birinchi ideya YouTube'da menejerlik qilish. Anvar aka, qanaqa YouTube'da menejerlik qilaman? Ingliz tili bilmayman-ku desanglar, ingliz tili bilishingiz shart emas. YouTube menejerligini, ya'ni YouTube'da ochilgan akkauntni boshqarish, yurg'izish, video joylash, videoni tagiga matn yozish, tekstlar yozish, keyin videoga sarlavhalar yozish, videoni bezash va eng asosiysi buni qilish uchun nima qilish kerak? Anvar aka, men YouTube menejeri bo'lmoqchiman. Nimadan boshlash kerak desanglar, hozir qisqacha sizlarga yo'llanma beraman. Lekin qanaqa qilib qilishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, men Telegram kanal ochganman. Shogirdlik kanali. Pastda izohlar bor. Izohlarda ssilkaga bossanglar, to'g'ridan-to'g'ri Anvar Abduqayimga shogird tushasizlar, 3 oy shogird bo'lib yurasizlar va yoqsa sizlarga keyin uni davom ettirib ketasizlar. YouTube menejer bo'lsam, nech pul topaman deganlar, YouTube menejer o'zi bitta akkauntdan $500 oladi. Ikkita akkaunt olsanglar, kuniga maksimum bitta akkaunt uchun 1 soat, 2 soat vaqtingizni ajratasizlar. Uyda ishinglarni qilaverasizlar, bola chaqanglarga qaraverasizlar, qaynota-qaynonani, turmush o'rtog'inglarni rozi qilib, bo'sh paytinglarda yo'q joydan bitta akkaunt yurg'izib berib $500 topasizlar. Bu orada kontent qo'yayotganda ish ko'p bo'ladi, orada bir necha kun ish bo'lmaydi. Zato siz lekin baribir bitta akkaunt uchun $500 olasiz. Ikkita akkauntni topib shuni olsangiz va uni yurg'izsangiz, oyiga 500 $1000 takka topasizlar. Men taniydigan shunaqa ayollar bor, uyda o'tirishadi, hatto Toshkentda emas, viloyatda, chekka qishloqda yashaydilar. O'zlari o'sha oilalari bor, bola chaqalari bor. Qishloqda bilasizlar, mol-hol, uy, ro'zg'or ishlarni qilib ham bemalol ulgurib, 4 ta akkaunt yurg'izib, oyiga endi ular sal skidka qilib beradilar. 400 mi, 300 dan qilyaptilar. Oyiga $1,500 pul topyaptilar. Mana shu sinimizga men qoyil qolganman. YouTube menejer vazifasiga nimalar kiradi? YouTube menejer nima ish qilish kerak? Birinchi navbatda YouTube algoritmini o'rganish kerak. Buni o'rgatadigan kurslar bor. Endi rus tilida, ingliz tilida kurslarni olib, tarjima qiladigan programmaga qo'yib, telefonda tarjimasini eshitib, o'rganib, yasab praktika kursinglar, o'zingizlar birinchi olgan videoinglarni abrabotga qilib qo'yib, o'rganib, keyin o'sha algoritmini tushunasizlar YouTube'ni, bu birinchi sizlarning qiladigan ishinglar. Ikkinchisi videoni YouTube'ga yuklash. Buni ham o'sha videolari bor, o'rgatadi. O'sha sizga tayyor montaj qilingan, kesilgan videoni beradi. O'sha videoni olib YouTube'ga qo'yadigan joyiga qo'yib, uni nimada knopkalarini bosib, tayyor qilib yurg'izib olish kerak. Mana shu ish ikkinchi vazifasiga kiradi. Uchinchisi content ideya tayyorlash. Ya'ni o'sha YouTube'da video qo'ymoqchi bo'lgan odam o'zi mana shunaqa video qilaman deb aytmaydi, siz unga yordam bera olishingiz kerak. Hozir mana bunaqa videolar yaxshi yeyapti, mana bunaqa videolar ko'proq ko'rilyapti, mana bu videoingiz ko'p ko'rilmaydi, buni qilmaylik deb content ideya berishingiz kerak. Va sizning content ideyangizni o'sha blogger bo'ladimi, shaxsiy brend qilayotgan odam bo'ladimi, yoki birorta kasb egasi bo'ladimi, institut egasi bo'ladi, maktabmi, mana olib o'shalarni kontentini YouTube'da qo'yib yursanglar, xudo xolasa bitta akkauntga $500 pul topsanglar bo'ladi. YouTube menejeri 4-vazifasi videolarni analiz qilishi va
topga chiqarishi yo'llarini o'rganish kerak. Buni o'rgatadigan videolar bor, yana boshqa tilda yoki o'zbekcha ham balkim bordir, qarab ko'rasizlar. O'shani olib, eshitib, o'rganib, amalda ishlatib, sekin shuni yo'lini bilib olasizlar. Va keyin o'zingizlar o'sha videolarni qo'yib, rekka chiqarib olasizlar. Hech kim birdaniga videosi rekka chiqib ketmaydi. Hamma o'rganadi, qo'yib ko'radi. Voy deydi, 10 ta prosmotr bo'libdi, nima qilishim kerak deydi. İzlanadi. Keyin 50 taga chiqadi prosmotr, 100 taga chiqadi, 500 taga, 1000 taga, 2000, 5000, 10000 shunaqa sekin usti bo'lib ketasizlar. Aziz do'stlar, bu kasb orqali oyiga $1000 topib, meni haqqimga ham duo qilib qo'yasizlar. YouTube menejerlik qilmoqchiman. Bo'ldi, o'rganaman baraka. Mana 2 oy, 3 oyda shuni o'rganaman. Lekin qayerdan mijoz topaman? Kimga o'zi kerak YouTube menejer deydigan bo'lsanglar, birinchi o'rinda blogerlarga kerak. Mana ko'pchilik blogerlar yoki Instagram, yoki Telegram, yoki Facebook yurg'izadi. Ular masalan YouTube, TikTokni bilmaydi. Endi TikTok bizda pashti ko'rilmaydi, shuning uchun YouTube bilan YouTube Shorts degan o'sha videolarni qo'yishni o'rganib olishingiz kerak. Shorts alohida, YouTube alohida katta videolar. Mana shu kimlarga kerak? Birinchi blogerlarga kerak. Ularga o'zingiz taklif bersangiz ham bo'ladi. Masalan, mana YouTube'dagi menejerim Instagram orqali o'zlari meni topib taklif berganlar. Sizlar ham xuddi shunaqa topib taklif bersanglar bo'ladi. Qoraqalpog'istonda, Chinozda, Shimkentda, O'shda yashaydigan insonlar Toshkentdagi blogerlarga, Olmaotadagi blogerlarga, hattoki Moskvadagi blogerlarga ham YouTube menejerlik qilishyapti. Agar siz bloger topa olsangiz, u kichkina o'rtacha bloger bo'lsa $500, katta bloger bo'lsa sizga $1000 ham beradi, lekin sizdan $1000lik sifatda talab qiladi. Blogerlardan tashqari shaxsiy brend yurituvchilar, masalan, kosmetologlar, masalan, o'sha nail qiluvchilar, masalan, lash makerlar, masalan, go'zallik markazini egalari, klinikalar, o'quv kurslari, maktablar, bog'chalar xususiy, institutlar xususiy u ham. Yoki bo'lmasam, o'sha masalan onlayn magazini Telegramda yoki Instagram, Facebookda bor, YouTube'da yo'q. Masalan, drill, perforator yoki bo'lmasam o'sha sport anjomlari olib keladiganlarga ularni sport anjomi yoki perforator drillni xususiyatini ko'rsatib berish kerak bo'lgan videolar bo'ladi. Ya'ni 1 minutdan uzoq davom etadigan video qilish qaysi sohaga kerak deb o'ylasangiz, o'sha sohaga YouTube kerak. Ya'ni siz o'sha sohani egasiga taklif bildirsangiz, u o'ylaydi-da, siz bilan savdolashadi, keyin sizga shu vazifani beradi. Endi sraz $500 dormaylar-da, hali tajribalar yo'q-ku. Endi boshlaganinglarda $100 ga qilib beringlar. Daje 1 oy tekinga qilib beringlar. Bari uyda o'tiribsiz-ku. Shuning uchun taklif bering, opajon, okajon, mana sizni perforator sotar ekansiz, generator, svarka apparat sotar ekansiz. Xitoydan olib keladigan 1000 tasi bor. Keling, men sizga shuni YouTube'da video qilib beraman, o'zingiz olasiz. Mamlaqa qilib menga video olib bering deb unga ssenariy yozib berasiz. U o'zini video operatorini chaqiradi-da, o'zi video oladi. Keyin aytasiz, "Opa, buni montaj qilib bering" deysiz. U montajchiga beradi-da, montaj qildirib keyin sizga tashlab beradi. Ko'rasiz-da, bo'ldi, zo'r chiqibdi deb uni YouTube'ga yuklab berasiz. Va uni siz algoritmini o'rganib olganingiz uchun, uni sarlavhalar qo'yishni, tigida tekstda yozishni, uni topga chiqarishni bilib olganingiz uchun siz uni qo'yasiz va u video 5000, 10000, 20000 bo'lib ko'payib ko'rilib ketsa, keyin u odam aytadi, "Zo'r ishlabsan" deydi. Keyingi drillni videoni qilasiz, keyin shrupovert videosini qilasiz, keyin atverkasini, keyin ana shaytonini, har xil o'sha anjomlarini 2-3ta video qilib berganingizdan keyin u 5-10 ming prosmotr ko'rgandan keyin aytasiz, "Akajon yoki opajon, tog'a, xohlasangiz, men siz bilan shuni dalshi davom etamiz, faqat meni oylik ish haqqim $100 masalan." Boshlanishiga shunaqa qilib boshlaydi. Ana endi videolarning prosmotri 1000 ta, 2000, 3000 ta bo'lib turibdi. Shu $100 ga rozi bo'lib ishlayapsizlar, 1 oy, 2 oy, 3 oydan keyin tajribangiz oshadi. Ko'p qilgan saringlar kuchayasizlar. Ana keyin ikkinchi klient topasiz, klinika. Sizni klinikangizda davolayotgan videolarni qilib bering, maslahatlarni 1 minut emasda, 2, 3, 5 minutlik protsedura muolajalarni menga videoga olib bering deysiz. Ssenariy yozib berasiz, ular ham olib beradi. Endi klinikaga aytasiz, bitta video tekin, lekin 2 ta video sizga qilib beraman, ko'rasiz yoki 3 ta video, yo'qsa sizga menga oyiga $200 dan berasiz deb aytasiz. Keyin ulardan mana ikkinchisi $200. 100 + 200 $300 sizda oyiga bor. Bunga ketsa masalan 3 ta video, 6 ta, bir hafta bitta video qilib bersa, o'sha YouTube qotgan odam 4 ta videoga sizni maksimum 4 kuningiz ketadi.
Narigi firmaga yana 4 kuningiz ketadi. 8 kunda $300 pul topasiz. Nima deysizlar, hurmatli ayollar? Bu ideya sizlarga yoqqan bo'lsa, izohlarda YouTube deb yozib yuboringlar. Men sizlarga bundan ham zo'r ideyalarni, bundan ham rag'batlanib, o'zim xursand bo'lib, eng zo'r ideyalarni sizlar bilan o'ylashay. Mana endi YouTube'ni yo'lga qo'yib oldinglar, 6 oy, 7 oy ishladinglar. O'sha oyiga, misol uchun 3 ta, 4 ta klientinglar bor, mayli 200, 300 dan bo'lsa ham, o'sha 800, 700 pulinglar bor. Lekin boshqa klient topishga qiynalyapsizlar. Deylik, endi yana qanaqa ko'proq pul topsa bo'ladi. YouTube o'zidan. Bitta sizlar YouTube o'rganib, usta bo'lgandan keyin qanaqa video qilish, qaysi mavzularda video qilish, videoni qanaqa rekka chiqarishni bilib oldinglar. Endi shu rekka chiqarish orqali qanaqa ko'proq pul topsanglar bo'ladi degan savolingizga yana bir narsani o'rgatmoqchiman. Lead olib kelish orqali mijozlardan ko'proq pul olsanglar bo'ladi. Ya'ni sizlar o'sha mijozga yetasizlar, "Menga qarang, opa yoki aka, men sizga videoingiz orqali lead olib kelib beraman." Pul ishlatmaysiz, target yoqmaysiz, reklamaga pul tikmaysiz. YouTube o'zida men sizga lead olib kelib beraman. O'sha lead orqali keyin siz masalan xususiy maktabni zo'r qilib kreativ video oldirib berasiz, ssenariyingiz bo'yicha olib berishadi. O'sha videoni YouTube'ga yuklattirasiz, o'zingiz montaj qildirtirasiz, qatini kesishlarni o'rgatib, o'sha montaj qilgan videoni yuklab, topga chiqarib berdingiz. Videoni prosmotr 50 ming, 100 ming bo'lib ketdi. Va o'sha yerga promo kod qo'yish orqali promo koddan deylik 200 ta lead olib keldinglar. Mana shu 200 ta leadni endi o'sha mijozga sotasizlar. Men sizga 200 ta lead olib kelib berdim. Targetdan olib kelsangiz shu 200 ta leadingiz necha pulga tushardi? Misol uchun $5 dan tushardi. 200 ni 5 ga ko'paytirsangiz $1000 pulingiz bor. Mayli opa, menga $1000 bermang, $500 ga men sizga shu lead olib kelib beraman deb taklif bersangiz bo'ladi. Lead bu potensial mijoz. Agar lead nimaligini tushunmayotgan bo'lsangiz, lead masalan o'sha maktabga bolasini berish mumkin bo'lgan ota-onalar. Ya'ni siz o'sha o'g'lini qaysi maktabga bersam ekan deb o'ylab yurgan odamlarni topib berish uchun o'sha video orqali videoyingizda odamlar qiziqadi, o'sha maktabga bormoqchi, lekin qanaqasi bilan aloqaga chiqsin degan savolga javob beriladi. Ya'ni siz promo kod orqali yoki izohlar orqali yoki boshqa usul bilan o'sha mijozlarni tortib olib kelsangiz bo'ladi. Mana shu ham ilmini o'rganmoqchi bo'lsanglar, Anvar Abduqayim shogirdlik loyihasini ochganman. Erta YouTube menejerligini to'liq o'rgatamiz. Ya'ni qanaqa qilib ssenariy yozish, qanaqa qilib sarlavha qo'yish, YouTube'ga qanaqa videoni yuklash va uni algoritmlari haqida sizlarga juda qiziqarli va kerakli ma'lumotlarni beramiz. Hoziroq men shogird bo'laman, Anvar aka men shogird bo'lmoqchiman sizga deganlar uchun 1 yillik Anvar Abduqayim shogirdlik loyihasi tayyorladim. Nega 1 yil, 1 oy, 2 hafta emas sizlar? Mana ko'pincha kurslarga borishadi odamlar. Kurs paytida ilhomi keladi, "Voy, qilaman" deydi, tushunadi, lekin kurs tugagandan keyin hammasi esdan chiqadi va qolib ketadi. Shu sababli doim turtki berib turish maqsadida, doim yangi ideyalar berib, sizlarni qiziqtirib, bitta muhitning ichida sizlarni o'stirish maqsadida shogirdlik loyihasi tuzganman. Izohlarda silka qo'ydim, silkaga bosasizlar. Bu har oy, oyma-oy pul to'lanadigan shogirdlik loyihasi, lekin birinchi 3 oyga pul to'lash majburiy. Nega? Chunki 3 oy davomida sizlar shu loyihada ishtirok etish orqali miyalarni ochib olasizlar. Pul bilan munosabatinglarni o'zgartirasizlar. Pulni topishni, pulni tushunishni, hisob-kitobni, muomalani, umuman pulni ko'paytirish uchun birinchi miyada nima o'zgarish qilish kerak? Shuni o'rganib olishingiz uchun minimum 3 oy kerak. Shu sababli boshida 3 oy, u yog'iga kelgan har oyda minimalniy to'lov qilib qo'yganman. Hatto odamlar shu his qilsin. Mayli shuncha ozgina bo'lsa ham pul to'ladimi degan maqsadda. To'g'risini aytganda, psixologlarni kursiga yoki bitta konsultatsiyasiga borsanglar ham bundan ancha ko'p pul to'laysizlar. Menimcha 3 oy o'zgarish uchun bitta psixologga qabulini pulini to'lab olish jalka bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Nima deylar aziz do'stlar? Ikkinchi oyiga $1000 topadigan ideya, endi kimki agar men YouTube'ga qatnashdim yoki mana sizga shogird tushdim, mana aka o'rgandim, darslarni ko'rdim, lekin qila olmayapman, chunki menga emas ekan bu ish deganlar bo'lishi mumkin. Unaqa insonlarga nima ideya bizga bor desanglar, bu video montaj, ya'ni sun'iy intellekt orqali video montaj qilish ilmi.
mana shu narsani qilib yurgan bolalar Turkiyada 2-3 ming topyapti, даже 4-5 ming topyaptilar bor. O'zbekistonda ham mingdan ko'p pul topishyapti.